Qurilish sohasida 15 yillik ish tajribaga ega bo'lgan professional darajadagi ustalarni qilgan ishlarini 100 dan birini ko'rishni xohlaysizmi? Unda videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qiling. Albatta bu video siz uchun manfaatli bo'ladi. Unda ketdik. Mana shu qurilgan xonadonning egalari ham bizlarni noldan to kirishasigacha mana shunaqa imoratlarni ko'tarishimizni bilmaganlar o'zlari mana shunday imoratning skeletini ko'tarib, fasad qismlarini esa bizlarga topshirganlar. Bizlar esa mana shu fasad qismlarida ish olib borganimizda mana shu qurilgan imorat juda ham talabga javob bermagan holda juda notekis joylari ko'pligi tufayli bizga juda katta qiyinchiliklar tug'dirdi. Bu esa uy egalariga dvaynoy, traynoy rasxodga tushishlarga sababchi bo'ladi. Agarda siz ham mana shunday uylarni qurib va tashqi fasadlarga mana shunaqa abilsovichni erong'ishlari yo'qsa travertin toshlardan qildirmoqchi bo'lsangiz, meni maslahatim uy qurmoqchi bo'lganlarga noldan to kirishagacha bo'lgan ish jarayonlari, shuningdek fasad qismlari va buni turini remontlari, общий komplekt hamma yo'g'ini bitta tajribali prorabga topshirishlaringizni so'rab qolamiz. Bu xonadonimizda biz faqat tolkatak mana shunday fasad ishlarini qilib berganmiz. Sokinlarga Xitoy kafelari va yuqori qismlarga esa Eron nomerada pakanashdan g'ishlari, ko'cha qismlari va ichkari qismlari hamma yo'g'ini o'zimizdan olib kelib, uy egalarini bir dona mixga o'ra qilmasdan xizmatlarni qilib berdik. Oddiy video obzorlarini tayyorladim, ko'rasizlar, baho berasizlar, kommentariyga esa o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Hammaga shunaqa hashamatli uylar qurib yashash nasib qilsin. Kimda-kim endilikda yangi imorat quraman degan akalarimiz yo'qsa, opalarimiz bo'lsa, tortinmasdan Grov Jonibek jamoasiga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar. Marhamat. Omad kulib boqsa bizlarga, alam qilyaptimi sizlarga? Davleniya oshib 200larga, battar bo'ling ichi qoralar. Kovlashda eng uzr o'zingizda, sehrli cho'pcha bor qo'lingizda. Bo'ldi-da endi qo'yingizda, uyalingda ichi qoralar. Battar bo'ling ichi qoralar doday. Sizga g'iybat shuncha shirinmi? Yoki ko'ra olmaslik yirimmi? İnsonning qadri bir tiyinmi? Hadis o'qing ichi qoralar. İnsonning qadri bir tiyinmi? Hadis o'qing ichi qoralar.